أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Bugünkü dersimizin teması el-ilacun nefsi fil İslam. İslam'da ruhi davalaş, psikiki davalaşının ornu. El-maksudul evvelu min bi'setir rusuli ilal halqi. Peygamberlerini mahluklara evetiştin birinci maksat ve tıbbu kulubihim mineşşirki vel veteniye. Ularının dillerini şirk ve bütperestlik illetinden davalaştırdı. Tıbbı diyen davalaştırıldı. Şunu tabip demiz var. Tibbiydi. Kulliyat tıbb diyen var. Tibabat fakültesi. Veteniye diyen bütperestlik. Halk diyen yani mahluklar. Demek peygamberlerini Allah Teala insaniyetke hidayet için, ularının etikadını rüslaş için, yani dillerdeki azgınlık kesilini davalaş için evetken maksat şu. وَلِعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ فِي وُجُودِ اللّٰهِ. Yani nemini davalaş dese Allah'ın varlığı hakkındaki bozuk etikadlarını davalaş. Ve kudreti ve ilmi, Allah'ın kudreti varlığı, ilmi varlığı, iradesi ve fi vücudul halk, yani bu şu mahlukların yaratılışındaki bozuk etikadlarını davalaş için kelgen. Ve fil hisabi vel ceza fil yevmil ahir, ahirette hesap kitap varlığı, mükafat, cezanın varlığındaki hatta göz kararlarını dostlaş için kelgen. Ve gayri zalike minel masalihid diniye, ve ondan başka dini menfaatler için evetilgen. Ve izâ bari'at kulubuhum min tilkel ilal, ularının dilleri aşı illetlerden sakaygan ahvalda ve sahhat aqaiduhum, aqidelleri doğru olup ketken çağda istakama lahum emrud dünya ve ahire, ularga dünyanın ve ahiretinin işi ravruş bulup ketidi, oğuşulup ketidi işler. Fesadul kulub demek, demek dillerinin bozuluşu, kalplerinin bozuluşu, bil-i'tikadat-ı dâlle, azgın etikadlar bilen bozulup ketişi, yec'aluha, o diline kandak koydu, mertan lil-ehvâ'il mudgiyeti ve şehvâtil murdiyeti. Merta diyen otlaydığı yaylak. Yaylakta otlaydığı mesela koy, at dünyası kandak bu. Otluğaç, yürüp oynuğaç ya. Bunda yayrep yürüydem de. Şu an Yusuf Aleyhisselam'ın üstünde ersilu mana yerta ve yel'al. Yani yürüp oynap noktasın mı? Demek aşında bir urun bu. Oynaydıgan urun. Yani yayrep gidilgan urun. Lil ehvâ'il mutgiye. Mutgi diyen tağal geldi de şirkette çekildin aşkın. Mutluya diyen çekildin aşk kuzuyutulgan. Haddidin aşk kuzuyutulgan. Havaya ve khahişler yani. Haddidin aşırıtılgan havaya veslerinin makanı koydu. Ve şehvatil murdiye. Erda yürüdü diyen halaketki taşlı diyendik. Yani halaketki taşlıgıcı şehvetler. Kemal tazganlar sana şehvet oldu. Tamakı ilgiskesi mi? Onun başka şehvet. Ya şöhretperestlik değmez. Hem illetlerini konunun tartışı şehvet. Demek dillerinin aşında etikadlardan buzulup gitişi, bu dillerini aşında halaketki başlaydıgan havaya heves, çatak tuygu hissiyatlarından kaplangan bir urun koydu deydi. Hattalık havaya heveslerinin şehvetlerinin yayraydıgan makanı koydu demek. Yani mikrop uvisi diyendek ya. وَلِلْرُسُلِ اِلَى جَانِبِ ذَلِكَ الْمَقْصُدِ. Aşı maksatı yandışıkındı. Peygamberlerin yeni bir maksadı var. Maksatını bu maksat tuluklap birdiğen. Bunu yandışık gelgen yeni bir koşuncu maksat var. وَهُوَ طِبُّ الْاَبْدَانِ. O bolsumu bedenini illetlerden davala sağlam tutuş.
Vel insanu cismun ve ruhun. İnsan hem cisimden ibaret hem ruhtan ibaret. Ve li kulli minhuma tıbbuhu ve ilacuhu. Her birininki cisimden ve özge ayrım, ruhdan ve özge ayrım davalaş usulü var ve sakaytiş yolu var dedi. Arafa zalikel atibba vel ulema. Bu davalaş usulünü ulemalar ve tıbiplar bilgen. Ve akarruhu ve marasuhu ala ihtilafil ecyali vel usur. Bunu muayyelleştirgen, akarru degen, ikra qilib, e'tirof qilib, muayyelleştirgen. Ve marasuhu degen bununla şug'ullangan. Yani tibovatchilik bilan shug'ullangan ulamalar, tabiblar. Al-ixtilafil ajyali vel usur. Asrlar bo'yi va avlodlardan avlodlargacha hozir qadar, ilgirgilardan ta bugunga qadar avlod asr bunda shug'ullanib kelgan. Va marasul anbiya payg'ambarlar shug'ullangandir buni. Bil qadrillazi tasmahu bihi muhimmatuhum va zurufuhum va azmatuhum ve bi'atuhum. Ularning aşı vazifasi, muhimmat degan vazifasi. Duruf degan sharoitlari, azmatuhum qiyinchiliklari, krizislar, qiyinchiliklar yani. Ve bi'atuhum muhitlari. Aşının hammasi aşı ishlar orasida imkoniyat bermagan miqdorda shug'ullangan edi. وبالقدر الذي يفتح الباب لمن ندب لهذا الشأن الناس. Kişilerden muş iş üçün özünü atağallağa dervazını açıp birdiğen miktarda peygamberler şug'ullangan. Hatta la yadunnu, yani ulamada oylab qilmaslik uchun dedi. Anna zalikal bab mughlaqun dunahu. Biz bu ishni qilmoqdagimiz, yoki biz qiytaq bo'lmaydi o'xshaydi deb o'ylab qolmaslik uchun payg'ambarlar shuni qilib, amaliy holatda ko'rsatib qo'ygan. وَلَيْسَ لَهُمْ أَيْ يَتْرُقُوا Taraqa deganda bizning degan to'q. Ishni sotdi, kechilik qilib chekdi degan bo'ladi sizda. Lekin alimda bir yo'lab taqayshanda bu tibobatning ishkilida chekib chiqishimiz tibobatlarda shunday deb baqsab bo'lmaydi o'xshaydi deb o'ylab qolmasin uchun payg'ambarlarning ancha-muncha o'zining sharoitiga qarab udulkaga vaqtida tibobat bilan shug'ullanib qo'ygan. وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم مش مضمون ده العلامة ابن القيم من دقته فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث هاديا هداية كبشلوشة يتكلوشة قلب إباتل وداعيا إلى الله تعالى شاكروشة وإلى جنته شاكروشة ومعرفا بالله الله تعالى تنطشة ومبينا للأمة مواقع رضاه İslam ümmetiga Allah Taala'nın razıqı qayerda bor deb Allah Taala'nın razıqı bo'lgan o'rinlarni bayon qilib beruvchi qilib o'rgatilgan. Va amirallahum biha va shunda Allah Taala'nın razıqıga erishtirgan o'rinlarni ko'rsatib bergach Allah Taala'nın razıqını keltirgan ishlarni qilishga buyruq qilib o'rgatilgan. ومواقع سخطه وناهيا لهم عنها yana Allah Taala'nın g'azabiga duchor qilgan o'rinlarni bayon qilib bergach Allah Taala'nın g'azabiga duchor qilgan ishlarni qilmanglar deb to'sadigan zot qilib o'rgatilgan. Va mukhbirahum akhbaral anbiya yana shu insoniyatga payg'ambarlarning rasullarningki xabarlarini qissalarni deb birdigan qilib o'rgatgan. Kur'an-ı Kerim'de nurgun peygamberlerin kısı var. Nahnu naqussu aleyke ahsanul qasas. Ve ahvalahum ma'a umamihim. Ve ularına ilgirik peygamberlerin ki öz ümmetleri bilen boğan ahvallarını bayan kıyıcı. Ve akbara tahliqil ibad. Bendilerinin yaratılış haberlerini sözlep bergücü. Ve emral mebda'i vel ma'ad. İnsaniyetin yani muş yaratılış qachondan tortib boshlanishni o'qitsa desak, bilma degan u qayta tirildirib, nagir to'xtaydi degan masalani bayon qilib beruvchi qilib o'rgatgan. Va kayfiyati shaqovatin nufus va saadatiha. Yana dillarningki qanda badbaxt bo'lib ketadi, qanda baxtli bo'lib ketadi. Ya'ni qanda baxtsizlik uchrashi va qanda baxtli bo'lib ketishining bayon qilib turgan bo'lib kelgan payg'ambarlar. Va uning sabablari deydi, va asbabi dalik. وأما طب الأبدان أنه بدن تبابته كاسك جسم بدن تبابته فجاء من تكميل شريعته بو
ay Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shariatininki to'liqlamasi bo'lib kelgan. Bu asosiy narsa emas, Rasululloh sevib emas. Hidoyatga boshlovchi. Lekin hidoyatga boshlash dillarni davolash bilan chetishib qo'yishga, dil bilan badanni davolash qo'shimcha bir ish demakchi. Shariatining to'liqlamasi va maqsudan li g'ayrihi. Uni boshqa bir ish uchun ko'zlab qildigan ish. Ya'ni insonning dili sog'lom, tili sog'lom bo'lsa, hidoyat tepishi oson bo'ldi degan tariqada boshqa bir ish uchun maqsad qilgan holda badanni davolash bo'lgan. Bahaytu innama yusta'malu 'inda al-hajati ilayh. Ehtiyoj ko'rilgan holatda ishlatiladigan shaklda kelgan. Fa iza qadara al-istighna anhu, agar unga ehtiyoj yo'q deb qaralsa, badanni davolashga ehtiyoj yo'q deb qaralsa, kana sarful himami wal quwa ila ilaj al-qulubi wal arwah. Badanni davolashga ehtiyoj yo'qkan deb qaralgan taqdir butun diqqatini, butun kuchini nimaga qaratgan gap? Dillarni va ruhlarni davolashga qaratgan gap. Himam degan himmat, butun diqqati, irodasi degandek. Va hifz sihhatiha va daf'a asqamiha. Demak, ruhlarning, dillarning kasalliklarining oldini olib, ash dillarning kasalligini saqaytib, dillarning sog'lomligini saqlab qilishga qaratgan gap. Va hamiyatiha mimma yufsiduha. Uni buzadigan narsadan parhez qilish. Hamiyat degan parhez tutish. Biz ham qilgan narsani yemaymiz-ku. Marjan qilganda bilmaslik hamiyat degan. Parhez tutish. Huwa al-maqsudu bil qasd al-awwal. Demak, shu birinchi maqsad nimadir? Insonlarni to'g'ri yo'lga boshlab yetaklashdir. Buningga chetilib qilgan ikkinchi maqsad bu deydi. Shunga bog'lanib ondan bu maqsad qilgan ish o'z oldiga ayrimunda maqsad qilgan emas. Va islahul badani bidun islahul qulub la yanfa. Bu dillarni isloh qilmay turib, badanni isloh qilish foydasizdir. Ve fesadul bedeni ma islahul qulub madarratuhu yasira. Hamda dili sağlam bulab, obdan bulab, beden kesel olab qalsa, bunun ziyni sevengil. Ve ye madarratun zailatun, u bolsunmu yo'qab ketgan bir ziyonlik dedi. Ya'ni ko'tarilib ketgan, tugaydigan ziyonlik. Yaqubuha al-manfa'atu ad-da'imatu at-tamma. U kasallikdan kelgan ziyondan keyin nima keladi? Muqim va to'liq foyda keldi. Yani bu dunyodagi badandagi kasallikninki buni sabr qilsa foyda, savob, ajr azim bo'ladigan narsa bo'lganki, keyin yana foydalar. Lekin dil buzilib qolsa, oxiratda uzun do'zax bo'lmagan xatarli. Wa tibbul abdani yakunu bil ilaj bi anwa'in min al adwiyati. Endi badanni davolash, badan tibobati degan qanday bo'lsa, turli doğru dermekler bilen davalaş bilen buldu. Ahaduha al-adwiyatu at-tabi'iyye. Bedeni davalanan doğru dermekninki türlerinin biri bu tabii doğrular. Ve thani al-adwiyatu al-ilahiyye. İlahi doğrular ikincisi. Ve thalithu al-murakkab minhuma. Üçüncüsü tabii doğrular ilahi doğrunun ikisinin birikmesi. Tabii doğru diyen bu şu 86 gelirse doğru dermekler. İlahi doğrulayan şu dua mesela, Kur'an ve hakazalar. Yani üçüncü türlüke anı da çıkartıp, manunun çıkartıp çıksın biriktirsek, bu çıksın terkip tapkan doğru oluyor. Ve bi kulli zâlike âlecen Nebiyyü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üçüncü türlük doğrulan davalıp bakkan seyyadisleri kâgen boyutu dedi. Kema varadat bihi el-ahadîthu s-sahîha. وقد أقر الأطباء علاجاته الطبيعية. Tıblar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tabii doğrular bilen davalaş usulunu to'g'ri zodaymış o fayda qiladi da e'tirof qilgan. وَلَمْ يُنَازِعُوا إِلَّا فِي قَلِيلٍ مِنْهَا. Fakat az bir qismda bazı talashlar chiqib qolgan. Yo'q bu fayda qilmaydi, fayda qildi degandek. Ankaruhu avvalan, talashlar boshda inkor qilib qoldilar. Yo'q bu fayda qilmaydi unda desa. ثم عادوا يعترفون به بعد أن كشف لهم العلم عن صدقه وصحته. Keyin ondan hozirda ilm fan taraqqiyoti ularga aşı davolashning foydali ekanligini aytib bergandan keyin, unda bu foydali ekan deb e'tirof qilish bo'ldi. Saodatda qanilish usuli hijama. Qanilish usulini hozir Yevropa e'tirof qildi.
Germaniyada maxsus qon sho'rab, ya'ni qonni tatib davolaydigan maxsus doktorxona qurildi. Rasululloh qon oldigan. Ama hijama deganimiz ma'lum o'rindagi ba'zi tumorlardan azroq qonni sho'raydigan gap, sho'raydigan narsada masalan. Buni hozirgi doktorlar Misrdami maxsus doktorlar aslında. Germaniyada aslında qon sho'raydigan, qon tartilgan doktorxona qurilgan. Bunda manchi gram deb anısını tanışıp qo'yar, shu miqdorda tartilgan. Masalan, ba'zan bir xil ig'irlab, charchab, yeri og'rib qilsa, ya kelgisi ya yerdan qon oldirsa, shunda yengillab saqib qoladi. Demak, shuni hozir e'tirof qildim. Hatto o'simlik bilan davolashni hozirgi tibovar e'tirof qilmay keliglik hozir qadar. Lekin Amerikada e'tirof qilish boshladi. Amerika 300 necha xilmi tibbiy o'simlik, dori o'simliklarini teriydi. Lekin hozir yana ba'zi universitetlarda bu o'simlik bilan 86 usulda davolashni e'tirof qilmaydi. Yani ular birisiga diplom berib, doktorlik bilan shug'ullaning deb ruxsat beradi. Hozirda e'tirof qilmaydi. Lekin Amerika e'tirof qilishni boshladi. والذي ما زال مثار الجدل والنقاش هو العلاج بالأدوية العلاجية. طبيعي مش o'simliklar bilan yo shunda moddiy davolash usulini boshda inkor qilib, keyin buni foydali ekanligini qonga e'tirof qildi. Lekin hozir yana talash bularga e'tirof qilmay kelayotgani qarasa, ilohiy dorilar bilan davolashni e'tirof qilmay kelyapti. Ya'ni al-ilaj bil Qur'an va duo va zikr va tasbih. Yani ilahi dorilardan maqsad qilganimiz Qur'on orqali, duo orqali, zikr, tasbih orqali davolashdan iborat. Yani bu nima uchun e'tirof qilmaydi bo'lsa, Allohni e'tirof qilmagan ekan, kafir bo'lgan ekan, e'tirof qilmaydi. Allohni tanımagan ekan. Fannasu bayna mu'tarifin bihi va jahidin lahu. Demak, kishilar ikki qismga bo'linib ketdi. Ba'zi buni e'tirof qildi, ba'zi buni tanidi. Asosan musulmonlar e'tirof qildi buni. ومما يثير العجب من هؤلاء الجاحدين endi ashu ilohiy dorilar bilan davolashni e'tirof qilmay shuni tanıdığanlarning ahvoli qarasak ajablantirgan shuki, annahum yu'minuna bima yushbihu. Ular shunga o'xshab qolgan davolash usulini ba'zi turlarga ishonadi deydi. Psixik davolashga ishonadi. Ha? Mesela Yevropa oldimi, nimada psixologiya jihatdan davolaydigan maxsus doktorlar bor. Bu shunga ishonadi. Lekin ma'ni ishonmaydi deydi. Bal bima huwa dunahu. Ilohiy dorilardan tuvan turadigan davolash usuliga ishonadi bular. Lekin ma'ni ishonmay turadi. Thumma yajhadunahu. Tuvan nasiga ishonib turib, ma'nini tinishidi. Wal ilajul ilahi, endi ilohiy davolash degan nima esa, ma huwa illa al-ilajun nafsi alladhi intahalahu al-asr. Bu hozirgi mush davr, hozirgi zaman mening divagan, ya'ni men ijod qilgan divagan psixiki davolash shuningdek iborat bo'ldi. Hozirgi zamonda biz masalan psixik davolash shunday bir xil davolash usulini o'tirib chiqardik. Bizning ijodiyatimiz bu deb turgan psixiki davolashdan iborat bo'ldi. Intihal degan o'zining qilib olgan. Endi bir she'rni masalan bir shoirning qilgan bo'lsa, bu astabini o'g'lab, men bunda she'r yozdim deb o'tirg'asi intihal bu. ونسبه إلى نفسه من قيغانتم من ذب إجمال سبحان وملأ الدنيا ضجيجا بالدعاية له دنيانا غلولا تشخص بكنه ضجيج جن غلوة شو كان سران غلوة ديمون بالدعاية له ونغا تشويق له دعاية ديان تشويق له وتعداد مزاياه ونن الله يدلرنا سناب مزايا مزية ديان الله يدلك bu alayliklarni birdan bir sanab bunda alaylik va unda alaylik va deb va qarab ketgan psixik davolashning bir turi bu ilohiy davolashga. Va ansha'alahu al-ma'ahida at-tadaha unga psixik davolashga institutlarni qurgan va al-iyadat al-muxtassa bihi va shuning maxsus kasal ko'radigan o'rinlarni barpo qilgan. Ayat degan kasal ko'radigan joy. Va al-ilaj an-nafsi psixik davolash degan ve ba'sir rija ümit paydo qilish, umidlar qilish degan bo'ldi. Ba'sir rija umid evet teşekkür durish degan bo'ldi. Umidlar qilishdan iborat. Ba'sir rija va tumaninati fi nafsil marid. Kasalning ko'ngliga xotirjamlik va umidvorlikni paydo qilishdan iborat. Va taqwiyatihi bi ihya'il amal fi shifaihi. Va uni
shifo tepishi haqida umidvor qilib kuchlantirishdan iborat. Nim bilan bil kalamil latifil muhi bi shifa val afiya. Afiya degan kasaldan saqlash, shifo deganga o'xshash. Ya'ni shifo tepishni furitib qo'ydigan chiroyli so'zlar bilan uningda bir xil umid paydo qilishdan iborat edi. Muhi deganda furitadigan, ishorat qiladigan. Zalika huwa al-ilaj an-nafsi. Yo'q, ashuna ashunda qilsak bu psixik davolash shu. Va huwa bi'aynihi g'oyat al-ilaj al-ilahi. Bu dal musho ilahi davolash, ilahi dorilar bilan davolashninki g'oyati musho. Yani umidvor qilib, ko'ngli bir aram topqizish. Falaysa kalamun arja lish-shifa. Chunki shifo tepishga bakrak umidvor qiladigan yada bir so'z yo'q deydi. Wala ablagha ta'siran fi nafs al-maridi yoki kasalning ko'nglida eng qattiq ta'sir qiladigan shifo tepish haqida umidvor qiladigan so'z yo'q deydi. Faqat min kalamillah. Allohning so'zidan bakrak kasalning ko'ngliga ta'sir qiladigan, umidvor qiladigan bir so'z yo'q deydi. Va zikrihi, ya'ni Alloh taolaning zikr qilish va tafarrug'i ilayhi, ya'ni Alloh taolaga to'liq vaqtini chiqarishdan iborat. Va tafarrug' ilayhi Alloh taolaga butun vujudi bilan berilish, butun vaqtini Alloh taolaga chiqarish degandir. Va istinzal shifa min ladunhu, va Allohning huzuridan shifolikni tilib tushirish deydi. Shuningdan bakrak ta'sirlik so'z yo'q. وقد عالج النبي صلوات الله وسلامه عليه بالأدوية الطبيعية والأدوية الإلهية. رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعي دورlar bilan mudavalag'an, ilahi dori darmaklar bilan mudavalab bakkan. Lakinnahu lam yasta'mal. Lekin u ishlatib bakmagan deydi. Kullam minhuma fi jami'il halat. Her ikkisini hamma holatda ishlativermagan. Gah uni, gah ikkisini aralashtirib bunda har ahvol qarab ishlatgan deydi. Bal istamala fi kulli halatin ma yunasibuha. Balki har bir kasalning ahvoli qarab, har bir holatga munosib keladigan dorini ishlatgan. Va istidadul marid va kasalning istidodi qabul qilishi qarab dedi. Va nafsiyatihi, ruhi ahvoli, psixikasi va taqabbulihi li kulli min al-ilajayn. Ikki xil dori bilan davolashni qabul qilishi qarab ishlatgan. وقد نجحت تلك العلاجات أشو دوالاش سلرة موفقيتlik bo'lgandi. وبرئ المرضى بإذن الله. Kesalar Allohning izni bilan saqayib ketdi deydi. Aşu davolashlar muvaffaqiyatli bo'lib, kesalar Allohning izni bilan saqayib ketdi. والعلاج بالأدوية الإلهية. İlahi dori-darmaklar bilan davolash bo'lsa, ya'ni ilahi dori-darmakdan mening maqsad qilganim Qur'on bilan, zikr bilan davolashni demoqchi deydi. Ya'ni al-ilaj bil-Qur'on va zikr قد يثير حيوية المريض. Bimarninki harakatchanligini qo'zg'aydi deydi, jonlantiradi degan. Va yunshitu tabiatahu. Uning tabiatini mushuma jonlantiradi degan ma'noda. Faoliyatchan qiladi deganda. Va yazidu quvvata muqawamatihi. Va uning kasalga qarta mudofaa quvvatini oshirdi. Immunitlik kuchi deymiz. Immunitlik kuchini oshirdi. Qaytag'allabu alal marad. İmmunitlik kuchini oshirgandan keyin bu kasalga qarta ustun kelib, yengib kasalni mag'lub qiladi. Va huzzaqul atibba. Huzzaq degan mahir ustalar. Doktorlarning ustalari yahrisuna al-an ala in'ash al-marid. Hozir mush davrimizda bemorlarning ruhiy ma'naviyatini ko'tarishga erismanlik bilan kuch qilyotdi. Yani ko'ngli ko'tarib, ko'ngli yasab, umidvor qilib, ko'ngli ko'tarishga tirishmoqda deydi. Rafruhil ma'naviyya. Va yarawna ular shunda qaraydi-ki, anna zalika huwal janibul muhim fil ilaj. Davolashga eng muhim nuqta musho deb qaraydi. Doktorlar ba'zi kasalliklar so'manchikinligingiz qopdi, va siz o'ladigansiz desa, saq odamni og'rib qolib, o'lib ketg'ashi bor. ويختلف استعداد المريض لتقبل العلاج الإلهي. İlahi usulda davolashni bemorlar qabul qilishi qilinmaslikka o'xshash bo'lmaydi. Yani qabul qilishga qarta istidodi, tayyorligiga o'xshash bo'lmaydi. فمنهم من يستكفي به عما سواه. Ulardan ba'zilari
Şu ilahi doğrudan bilen davalışılarla küfayınlıqalım var. Şu yeterlik manadar. Şunlarla sakıflıqalım var. Li safai nefsihi ve i'tiqadi nef'ihi. Nima uchunsa bu o'zining ruhiy ma'naviyati bak saf bo'lganlikdan, foyda qildi deb e'tiqod qilganlikdan va quvvati i'timadi ala robbi, Parvardigoriga tayinishi kuchli bo'lganlikdan, iymoni kuchli bo'lganlikdan ilohiy davolashidan saqib ketib bo'ldi qildim bor. Va iymanihi bi barakati. Shu ilohiy doğru bilan davolash barakatli deb ishonch qilganlikdan, ishonganlikdan, foydali deb ishonganlikdan. ومنهم من ليس على تلك الشاكلة. Kişilerden yana o türde, o tariqada emaslerin bari. Şakile diyen tür yaki tariqsi diyen bu. Kullun ya'malu ala şakileti. Emmadan özünün türünü tapıdığın gibi. Demek, a türde, a şekildeki emas adamın var. Başkıcı adamın var idi. فَلَا يُغْنِيهِمْ شَيْئًا. Şu ilahi davalaş usulü ulağı hiç kadar fayda menfaat vermeydi. Likasafati nufusihim. Çünkü onların dilleri, ruhi maneviyeti bulgunup ketken. Kasafa degensler kuyak, süzük emas degan ma'noda. Dul. Va dalami qulubihim. Dilleri qarang'ulashib ketgan. Shu sababdan u ilohiy Qur'on foyda qilmaydi. Va hada sirru ixtilaf ar-rasul fi isti'mal al-adwiya. Mana bu shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ba'zi ilohiy ba'zida tabiiy dorilar bilan da almashtirib ishlatishninki siri shuli. A foyda qiladigan kishilarga ani buyruq, ma foyda qiladigan kishiga mani buyruq, har ikkisi foyda qiladigan kishi har ikkisini buyruq bunda davolagan nima? Wa qad wada'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam asas al-ilaj an-nafsi fi qawlihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zda psixik davolash, ruhiy davolashga ul sağan. Bunda ekan, idza dakhaltum alal marid kesalning ya bemorning qishini kirganinglarda yo'qlab kirgan chaqda fanaffisu lahu fil ajal. Ajal masalasida, umri masalasida uning ko'nglini yasanglar, ko'ngli ichinglar degan. Nafas degan shu man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Farraja da umba. Tafiz degan gap. Ya'ni buning ko'ngilda nuqtalarini da ichib, ko'ngli ichib qo'sh qilib qo'yish degan bu. Bemorning qishga kirgan vaqtinglarda o'lam yoki ajal masalasida uning ko'nglimda yasab qo'yinglar. Ya'ni o'zining yana yashaydiganligi, bu kasaldan saqayib ketganligi, kasalimiz ig'ir emas ekan, yaqinda sillimizda saqayib ketgudaklar, yaqinda quvab ketdilar inshaalloh degandek bunda so'z bilan ko'ngli yasab qo'yinglar. Fa inna zalika la yurdu shay'a. Ana bunda desamman, bu ajri kasa usullarda uning foydasi yo'q. Lekin de ko'ngli yasab qo'yish foydasi bor. Ya kasaldan saqayishning foydasi bor. Va ya'ni u amaliyatu ajalni qaytaramizmi? Nima deb iborat? Tatibu nafsul marid. Bemorning ko'nglini ko'tarib qo'yishdan iborat. Fa tatibu nafsul marid demak, bemorning ko'nglini yasab qo'yish va huwa in'ashu ko'tarib qo'yish. In'ash degan ko'tarish. Shu mudini na'sh deb ataydi. Ularni sirf ko'taradigan mudini na'sh deydi. Va tatibu xotiri ko'ngilni yasash. Tatibu xotir degan xotir ham ko'ngil. Bil kalam al-layyin al-latif al-muhi bi tafrij al-kurab. Demak, g'am qayg'u dard hasratning hammasini ketkizadigan, shuni his qildiradigan, chiroyli yumshoq gaplar. Shular bilan ko'ngilni yasash. Yani bu og'riq, g'am qayg'udan qutulib ketdilar. Va inkisal umr, umrlari daha uzun bo'ladi. Bu degandek so'zlar bilan ko'ngil yasashdan iborat. Va tulul ajal mana. Yani uzun yashaylar degandek. Mimma yunaffisu kurabahu. Va uning g'am qayg'ularini bunda yenikiladigan ayda so'zlar bilan ko'ngil yasashdan iborat. Va yab'athu fihi al-amal fi shifa. Uning saqayishda umid qildi, umid soladi ko'ngliga. Va imtidal al-hayat, hayoti yana davomlashgan shaklda. Va yani yashag'idaklar bu kasal ig'ir xatarli kasal emas degandek. Va yudaifu min quwwati muqawamatihi lit-taghallub ala al-marad. Kasalga qarta kasalni yengish uchun uning immunlik kuchini aslab oshirdi. Va la shak anna al-ilaj an-nafsi bi sa'ir furu'i. Shaksizki bu shu ruhiy davolash, psixik davolash hamma turlari ilib aytsak va tafsilotini ilib aytsak, innama yaqumu ala zalika al-asas alladhi wada'a al-hadis. Ash hadis sağan ulning ustiga
bina qilindi bu. Aş hadis muşunga asas oldu. Bu Tirmizi rivayeti hadis. Sal acra kadar sunladımı. Vel hadisu kema ennehu ta'sisun li usulil ilaç nefsi. Mazkur hadis ruhi davalaş asaslarını kurup bergenden sırt, şunun asaslarına ulsalıştın taşkırı yana, bunun da fihi irşadun ila adabi iyadetil marid. Bimarını yoklaş edep kaidesiga yetekleş var bunun da. Edep kaidesi gütüş. Yani keselini sen kanda yoklaysa degan kaidini gütülen. Fahuwa yatlubu min uvadil marda. Bimar yoklug'uchilardan bu hadis shuni talab qiladi-ki, alla yuhaddithuhum aw yatahaddathu illa bima yukhaffifu min ilalihim. Ularga paransanmaslik yoki faqatlan ularning kasalliklarini yengillatadigan tariqada so'z qilish va ular bilan paransirash. Va yuhi bil amali fi shifaihim. Ularning saqayib ketishida umid var qildigan so'zlarni qilishdi. وليس من آداب العيادة كسل يقلاشن أدب قاعدة أما سيدم قنقلاش أن تحدث المريض بمضاعفة مرضه كسل إغلب كش تغلق وكسل من خطره bu كسل آخر من دولة أخير مياه تزاقم من دولة من دولامش بخطرلكمش فلان مش كسل دولة كتكان بيلغا من دا قبلنا قمتلق مش أدب قاعدة وبما تعرض له أمثاله من مخاطر منه مشندا كسل بوغالله فلان مش كسل بولب كتكن استاد مش كسل بولب قالان چاقدا مندا بولب كتكن هوندا گپنى قılмаш كما أنه ليس من آدابها تطويل وقتها yana keselni ziyorat qilgan chaqda yo'qlagan chaqimizda uzun o'tdamas kerak kesel degan aramolanmay qoladi charchab ketgan bo'ladi bijir og'rigan bo'ladi yoki başka ihtiyacı olup kaldı ya tamak vakti kep kaldı tamakını yemme ya dari çığa dari içemmeye kaldı şuna uzun otlaması gerek lianna fi zalika itqalan alayhi la takhfifan an çünkü onda uzun otlagan takdirde onunla egirçilik sap koyuş oldu yengilletiş emas egirçilik sap var bizning maktabni o'qishimizdagi maqsadmi turlik adab axloqni o'rganish fiqh o'qisak ya boshqa bir ilmni o'qisak adab o'rganmasligimiz mumkin ahkam o'rganmas lekin ma'noda adab qoida o'rganamiz mesela ulamoning adab axloqini o'rgandik ama sahoba ikramlarning adab axloqini o'rgandik tamoq yeyish adab axloqini o'rgandik do'stxonda miyadamda kasal yo'qlash adab axloqi va inna li salafana al ulama radhiyallohu anhum bizning ilgirki ulemalarimizninki ahadithu fil ilaj nafsi al ilahi mush ilahi va ruhi davolash ishida so'zlar bor edi ulemalarimiz mushaq so'z qilgan salafina bizning ilgirkilarimiz peshqadamlarimiz bu ulemalarimizning cho'qsida eng ustida qimma degan eng cho'qsi ustida oldida ya cho'qsida imom ibn qayyim rahmatullohi alayhi bor edi adda va davo degan kitob bor undan boshqa kitoblarim bor faqat tasadda lidalika fi kitabi zadul ma'ad mana zadul ma'ad degan kitobda mushu to'g'rida to'xtaldi tasadda degan oldinda to'sdi degan bo'ldi lekin bu yerda to'xtaldi deymiz bu shaxs to'xtalgan tamamen sada fantalahu tasadda ma alayka illa zikr fantalahu tasadda degan yani hidayetke ihtiyacım yok, bu İslam dini lazım yok. Dert tuğadının aldığını tosa bunun dini teşvik kılsa diyeyim bu. Tasadda. Yani tasadda aşk kitabında muşu hakta tohtaldı. Fekala badma avradal hadithet sabit yukarıda aşk hadisine keltügenninkin avrada degen keltüdü deyimiz. Avrada bunlar avrada degen şu suyunun boyuna su içki apadı diyeyim. Uru diyen su boyuna su içki bereş. Degen miyada hadisni keltügennin kiyen deymiz. في هذا الحديث نوع شريف من أشرف أنواع العلاج. مش حديثته davalaş türlerinin en isillerden isil bir davalaş türü var. Kaytası huvel irşadu ila tatyib nefsil alil. Alil gelmiş marid, bimar, kesel kişi. Bimarның köngline yasashqa iteklab qo'yish var. Shunda yo'l ko'rsatish var. Nima bilansa bil kalamilladi taqwa bihi tabi'a. Uning tabiati kuchaydigan so'zlar va tantashu bil quwwa mag'diri o'rlaydigan, tantash deganni ko'tarildi diqqo, in'ash deganni ko'tarash diq.
Ma'lumlan kuvveti jallanib mağdu paydo bo'lgan so'zlar bilan. Va qad shahada nas kathir min al-marda. Kishilar nurg'un bemorlarni ko'rgan deydi. Tantashu quwahum bi'iyadati man yuhibbunahum va yu'azzimunahum. Ularning mag'dulari, ular yoqtirdigan, yaxshi ko'rdigan, cho'ng biladigan kishilar ularni yo'qlab kelsa, mag'dur paydo bo'lib, jallanib ketadigan. Va qo'shilib ketadi, mag'dur paydo bo'lib qoladi ekan. Va lutfihim bihim va mukalamatihim iyam. Ya'ni shu yo'qlab kelgan shu o'z yoqtirdigan kishilar ularga chiroyli gap qilib, mehr shafqat bilan muomala qilsa va ular bilan so'zlashsa, mag'dur paydo bo'lgan nurg'un kasallarni kishilar ko'rgan deydi. Va hada ahad fawaid iyadatil marda. Bu bo'lsa kasal yo'qlashning foydalarining birisi edi. Ya'ni kasalga foydali bu. Hech kim yo'qlab kelmasa, ruhiy ma'noda hech kim chiqib boqmadi ko'gili. Hech kim kelib boqmadi deb u buruqdan bulab, dasratlanib, balki ahvoli bo'shab ketdi. Balki to'yqimoqchi bo'lgan qiz yo'qlab chiqsa, saqib ketishi mumkin. Hadis qudusida Rasululloh Alloh taoladan rivoyat qilgan hadis qudusida Alloh taolaning aytgan: "Abdi maridtu falam ta'udni." Bendam men ağrıp qalsam meni yo'qlamading. Benda nima ekan? Ey Alloh, sizlar butun olamlarning parvardigori bo'lsa, men sizni qanday yo'qlayman, ağrıp qoldigan inson bo'lmaslar. Desa, mening falan bendam ağrıp qolganda shuni yo'qlamading. Agar shuni yo'qlagan bo'lsang, meni shuning qeshida topgan bo'larding. Duo kisalni yo'qlasa, bu bir savobli ish. Alloh taolani yo'qlagandek, Alloh taolo shu odamda ba deganligi Xudo Alloh taolani yo'qlab bo'lgandek bir ish bo'ldi. Va min qabilil ilaj nafsi, ya'ni bu ruhiy davolash turidan deymiz. Al-ilaj bir-ruqa fi ba'd al-amrad. Ya'ni shu ruhiy davolash doirasiga kirgan narsalar qatoridan ba'zi kasalliklarda duo, tilovat yoki dimidi qilish orqali davolash turi va kama varada fil ahadith as-sahiha. Sahih hadislarda kelgandek, var-ruqa ruqa degan ruqyaning ko'pligi. Bu bir xil duo. Kullu kalamin istashfa bihi min maradin. Yak istashfiya desek bo'ldi. Min maradin aw waj'an aw khawfin aw sihrin. Sehr olsun, ya qo'rqinch olsun, ya og'riq olsun, ya kasallik olsun, shularning hammasidan shifolik deb shunda xalos bo'lish uchun deyiladigan so'zlar bu. Ya'ni duo, tilovat degan narsa. Faqat sabata fi sahih sayyidista isbotlanishicha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam raqa fi ba'd al-ilal. Ba'zi kasalliklarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo o'qib turib qo'ygan dedi. Va amara bil istirqa'i minha. Ashunda ba'zi kasalliklardan saqlash uchun sizlar duo o'qitinglar deb buyurgan. Istirqa degan duo o'qishni talab qilish, duo o'qishni talab qilish. Duo o'qitish deymiz uni. Rasululloh duo qilgan ba'zi kasallar bismillahi arqik min kulli sharrin aw maradin Alloh yashfik anta shafi ishfi shifaan la yughadiru suqma. Bunda duo qilgan. Va fir ruqyati ila janib barakatiha. An mushunda duoda bu barakatli bo'lishimi bor. Uning bilan billayna va ma awda Alloh fiha min asrarin la na'lamuha. Ash duoda barakat bor shunama. Yani Allah Teala biz bilmeydiğin sırlarını aşında uğurlaştıran şu dualda inde sırlar var. Bizim şu bulamaydiğin sırlar var. Evda diyen aşın şiki saldı koydu diyen. Bunun olan billah duadının var. Tatyibun li nefsil merid mümin. Mümin bir bimar olup kalsa, yani Allah Teala ışındıgan, yani Müslüman bir bimar olup kalsa, bunun könlünü yasaş var. Şöyle dua koysa, könlünü eşilip kaldı bunun. Koşulup kaldı. Biba'atil amali fi şifai. Bu ummetler olan gap. Sahip kaldık mı? Dua koyulmadı. Halis dua koyulmadı. Allah Teala icabet kılsa yapamazsa. Bi kadri i'tiqadi fiha. Lekin bu ummetler Allah qanchalik aş duada Allah Teala'nın saqaytib qo'yishida qanchalik ishonch qiladigan bo'lsa, shunga loyiq ummetler bu. Bir ishonch qilgan odam bo'lsa, Allah Teala to'liq ishongan odam bo'lsa, duo qildan mush ijobet olib qolsa, saqib ketma. To'liq ishonch qilsa, bir ummetler bo'lib ketadi. Azroq ishonch qilsa, azroq ummetler. Va taqabbulihi laha. Va shu duoni qanda qabul qila olishi, uning qarta o'zining hamda pozitsiyasi qanday bo'lishiga qarashlik demakchi. Va ya'khudun bi asbab ash-shifa.
ilahi doğrularning turining ichida duo bilan davolashadi dedik. Nima? Bu duo bilan davolashmi kasalning shifoliq tepish uchun bir sabab qilishdan iborat. وَلَيْسَ فِيهَا رَفْضٌ لِلْأَسْبَابِ Sebeplarni rad qilib o'tish yo'q uningda. Kema jama ba'dindas ba'zi kishilar ayni deb turib olgandek, jama degan deb turib oldi degan. Ba'zilar da'vo qilgandek duo o'qib nima qilsa sabab qilmay yetirilish deb turib olgan. Unda shu sabab qilishning jumlasi. Bu jim yetolmay duo qildi-ku. Yoki duo qildi de. Ularniki shunga bir xil sabab qilish. Fazahaba ila rabda. Demak, ba'zilar sabab qilmaganlik bu deb buni rad qilgan ekan. Fatil musnad va sunan masalan alayliq dedi. Farqi masalan musnad degan kitobda, musnad bu Imom Ahmadningki nurg'un hadislarni to'plagan kitobi. Musnad degan kitobida va sunan kitoblar masalan Abu Dovudning, Tirmizining, Nasaining degandek bu kitoblar sunan kitoblar deymiz. İmam Ahmad'ın Musnad kitabında, andın sunan kitaplarda kelishicha an Abi Xizama degan kishi rivoyat qilishicha, bu Abi Xizama o'zi rivoyat qilmagan, dadasi orqali rivoyat qildi. An abihi deyishadi. Abi Xizama bu tabi'i, dadasi sahabitdi. Dadasining ismi Ya'mur. Ya'mur degan dadasi rivoyat qilishicha, sahaba undabgan ben manda dedim, ya Resulallah, ara'ayta ruqan nastarqiha ve dava'an natadawa bihi. Biz o'qitilgan duolar, davolanadigan dorilar o'shan qanday qaraylar? Ara'ayta degani qanday qaraylar deganman. Ve tuqatan nattaqiha. Yani biz bunda tutulgan farzlarimiz deydi. Saqlanish deganmi tuqa degan. Biz tutulgan bazı farzlar var. Ma'ni qilsak ziyon qiladi, uni yemaslik kerak, u bu deydigan. Hel teruddu min qadarillahi şey'a. Muş işlerimizde Allah'ın qaza qadarini yendürütelimdi. Keseller ölüp kalgan bolsa, ölmediğin koyalımdı mesela. Kesel buldu bu dese, ki sakay tutup kalalımdı mesela. Allah Teala inde tutup bolsa, Allah Teala'nın tutup qadrini yendürütelimdi. De sözde qala yemin qadarillah. Aşı duanımız mı Allah Teala'nın takdiri qilgan şey. Allah Teala'nın qaza qadrininki bir qismi şuma debdi. Ve ruqyatu sebebun yaqwa ve yad'ufu bi ihtilafin nufus ve taqabbulha. Ama şu keselge dua o'qib qo'yish deganda, bu dua shu bemorninki ahvoli qarab, uning duoga qarta imkon pozitsiyasi, e'tiqodiga qarab, kuchlik ojiz bo'ladigan bir sabab deydi. Ve ta'siruha yakunu bihasri zalik. Demek aş keselninki aş dua qarta qanda e'tiqodda bo'lishi, ishinishiga qarab, uning ta'siri shuni qarab bo'ldi deydi. Odatda duo bemorning muslim emas, duo o'qiydigan odamning ahvoliga qarab bo'ldi. Masalan, bir odamda duosi ijobat bo'lgan, taqvodor, Alloh taolo yaqin bir kishi kelib duo o'qib, yurib, suhlab qo'ysa, saqiydigan bo'lsa, bir pas tarasi yuradigan, ijobat bo'lmay haramaydigan mislan, duosi ijobat emas, biz odam duo o'qib qo'ysa, u qarqilmas mumkin. Demak, bu kasalning ahvoliga ham chetishlik, duoni o'qib qo'ydigan odamga ham chetishlik. Amr ibn Ma'di Karibning qilichi Hazrat Umarning qo'liga tushib qolgan chaqda uni ko'tarolmabdi ekan. Qilichini ko'tarolmagan ekan, u nimaning o'g'li, Ma'di Karibning o'g'li Amr bunu ko'tarish uchun shu dadamning shu bilgi bo'lsa, uni ko'tara olasiz uni. Bu qilishlan bo'lsa, hisob emas. Bu qilishni ko'taradigan qo'lim bo'lish kerak. Demak, ma'noda shu duo o'qib qo'ygan odamning ahvoli, bemorning ahvoli ikkisi chetishlik. Falon ma duoni o'qisa bunda bo'lganda bunda qiyam bilan duoni o'quvchida ekan. Yani bu iymon masalasi bo'lgan ekan, kishining ahvoliga chetishlik. فقد يراها بعض الناس سببا قويا للشفاء فيشتد تأثره بها. Şuna bazı kişiler keselge dua o'qib qo'yishni saqiyishning kuchli bir sababi deb e'tiqod qilishi mumkin. Shundan bundan ta'sirini ketib, saqiyib ketgan ish bor. Va ta'siru alayhi mimma tab'atu min quwwatil muqawama. Buningga qanday ta'sir qildi bo'lsa, uningdagi immunlik kuchini oshiradi. Fayakunu fiha al-bur'u bisababi dalik. Demak, immunlik kuchini oshiratgan ekan, kesel mikroblarda bunun müdafaası küçük gidip lan mikrobunu okutup keselden xalas bo'lib ketib qoldi. Hozirda nima bo'ldimi shunda? Jismoniy davolangan doktorlarmi aslında davolashi mumkin. Odatda mikroblansa nimani birdi?
antibiotik berdi. Demak, şu bedenning mudofaa kuchini oshirish orqali kasalni ishtirib chiqaradigan. Masalan, samsaqni qiysa ba'zi kasal saqib ketadi. Sürüp qolgan, qo'sqa og'rib qolgan, saysalivasi saqib ketadi. Ismi yapana. Pishirib, ba'zi ham yesam masala. Hamsa og'zini furitib qo'yish va kaza kasal bor, lekin mikrobni o'ttiradi. Va qad yad'ufu ta'siruha. Ba'zan uning ta'siri bo'shab ketib qolgan ahvolim bor. Fala tastaqillu bihi. Shu o'zaldiga kasalni saqaytanmay, o'zaldiga mikrobni qo'llab chiqaramay, yana hamdamda bo'lgan bir doriga ehtiyojlik qildi. Fa yahtaj al-marid ma'aha ila dawa'in tibbi. Shuni duo bilan billa bunday qildi. Odatdagi tibbiy dorilardan birasini billa yondashtirgan gap. Uning ehtiyoji bo'ldi. Fa yatadaharu al-amran ala muqawamati al-illati va yatimmu shifa. Shu ikkisi hahu deyishib, hamdamdulab kasalga taqobil turdi dedi. Yatadahar degan hahu deyishib yer yülek oldu deyin. Son Kur'an-ı Kerim'de emas, Resulullah'ın ayollarda işkelen tazahürü kıygan. Tazahara. Ve in tazahara aleyhi. İnnallah. Ve in tazahara aleyhi. İşkayal Resulullah'a karşı bir bulu varsa deyin. Gepini bizleştiriyorlar. Resulullah'a karşı bundan okup durvarsa deyin. Muzaharat kısa deyin neyin? Şunun nama şunun kör çıkan. Muzaharat deyin. Şu ayağı dişip bununla ökürep çıkıdan yapın. Muzaharat. Zahr dümçe degan bo'ladi, dümbisi. Dümbiga yulab, bir-birimizga tayinib qiygash bo'lgan ekan bu mudahar. Demak, ikkisi u yandan ma'noda ha u deb nima qilsa kasalni yo'qolaydi demakchi. Shunga saqib ketadi. Va nahnu na'lam, biz bilamizki an atibba al-ilal an-nafsiyya, biz bilamizki hozirgi ruhiy davolaydigan, psixik davolaydigan doktorlar ular davolashida hozir bu moddiy bu dorilarni ko'pincha ahvolda ishlatmaydi deydi. Bazı şu tinchlantiruvchi, ko'nglimda bir sho'xroq tutgan dorilarni, uxlatganlarni berishi mumkin. Ammo odatda dori ishlatmay shu har xil gapni qilib, ko'ngilni hisob davolaydi. Wa ilajuhum wa adwiyatuhum huwa al-kalam al-layyin ar-raqiq al-munasib lil-illa. Ularning davolashi, dorisi nimadan iborat desa, ash kasalga munosib bo'lgan silik, chiroyli, yumshoq so'zlardan iborat. Ve kethir minan nasi yu'minuna bihada an-naw' min al-ilaj. Ko'pincha kishilar mush turlik davolash usuliga ishonadi deydi. Shuni sal qanda saranchitishda va ba'zi bir nimaga ahvol ko'rsa, ruhiy kasalliklar santriyasiga boradi. Saranglar santriyasi degan. Ko'pincha kishilar shunda davosi saqiydi yoki bunda davosi foydali deb e'tiqod qilganlik uchun. Ve yetiquna fi jadwa, uning foydali ekanligida ishonch qiladi. Jadwa degan foydasi. Fa degan mishada undaq bo'lsa, fa kayfa nunkiru jadwa ruqa? Unda bo'lsa bu duoning foydasini qanday inkor qilamiz? Va ma hiya illa naw'un minhu. U ashu ruhiy davolashning bir turi bo'lsa, nima uchun uni inkor qilamiz? Ruhiy psixik davolashga ishonamiz. Lekin uning bir turi bo'lgan duo bilan davolashni nima uchun inkor qilamiz? Duo mashunda chiroyli so'zlarni, umidvor qilgan chiroyli so'z bo'lgan ekan. Ala anna ruqyata hiya du'a'un li daf'il marid. Ala anna degan qanday bo'lmasin, tag buni ustiga deganda. Duo degan bu kasalni qo'llab chiqarish uchun qilgan bir duo, ruqya degan. Wal maradu sharrun min ash-shurur allati amarana Alloh bil isti'adati minha. Kasal bo'lsa, Alloh taolo bizni uningdan saqlanish uchun panohlik tilashga buyurgan narsa. Ayni yomonliklarning biri deydi. فقال جل شأنه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله تعالى من ذلك يعني مشنا panohlik tilagandir. Mana bu shimo bir xil ruqya. أعوذ برب الفلق panohlik tilash. Aytqinki, men tong subining Rabbi bilan panohlik tilayman. Nima densa, min sharri ma xalaq. Parvardigar yaratgan mahluqlarning sharridan, ziyonkashligidan saqlanish uchun panohlik tilayman. Va min sharri ghasiqin idza waqab. Yana qaplab ketgan kechilikning qorong'uligining ziyonkashligidan. Qorong'ulik bo'lsa, odatda ziyon uchrab ketgan ahvol bor. Qorong'ulikni odatda mashina mavsumi o'rab tushib bilgan, patqoqqa dasab soldigan yoki bizni chiqib oladigan qanday ahvolda. Ya o'g'ri va kaza bilan musibatli keldigan
o'tkizdiga ishlab aqlab qilib va mushuning ziyon nimalari jiq bo'lgan ekan shuning ziyonkashligidan panolik tilayman demoqchi. Va min sharrin naffatat fil uqad. Uqad degan og'amsimda cheksak tugunchak bo'ldi-ku, to'qonoq bo'ldi. Bir narsani chekib shunga deb bunda suflaydigan sehrga ulamdi boshqa shunda ziyon uradigan kishilarning ziyonkashligidan deydi. Va min sharri hasidin idha hasad. Ana hasad qilgan kishilarning ziyonkashligidan. Yani mushu duo, mushurmu bir xil ruqya. Ve yenbaghi at-tanbih. Biyada şunu agahlandırıp qo'yish kerak deydi. Ila anna ruqyata mushunda duo o'qib suflab qo'yish degan yajib an takuna bima yufhamu min al-kalam al-arabi. Bu arabcha tushungil bo'lgan bir so'zdan bo'lish kerak. Yani onun mazmununu biz xudodan to'g'ri bir mazmun to'g'ri tushunishli so'z bo'lishi kerak. Buni tushunmaydigan masalan shu Siryani tilda, yani qanday tilda har xil alangan bilan gap bo'lib qolsa, balki uni biz mazmunini tushunmaymiz, albatta chataq bo'lishi mumkin. Arab tilida bo'lishi shart emasmi lekin? Ya unda shart emas. Ma'lumda arabga yozgan narsa bo'lg'achqa, uni arabcha biz shunday arabcha bo'lishi kerak. Uyg'urcha bo'lsin bo'ldi. Va ma yalhaqu bihi min ad-du'a al-ma'thur. Ha, uningga qo'shilatilgan ba'zi hadisda Qur'on karimda kelgan duoli bo'ldi. Ma'thur degan ilgirkilardan bizga qilib qolgan yoki hadislarda kelgan yoki Qur'on karimda kelgan duo demoqchi. Va ma yushbihu va shuningga o'xshagan ala nahji ma warada fi sunnati. Shu hadisda kelgan shaklda shunga o'xshaydigan shu tariqada degan nahji degani shu tariqada kelgan duolar bo'ldi. Mimma kan yaqulun nabiy sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qigan duolardagi shunda duolar bo'ldi. Faqat raval Buxoriy an ibn Abbas radhiyallohu anhu an Anas radhiyallohu anhu şeylerni qilib anhum debdi. İmam Buxoriy ibn Abbasni rivoyat qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Radhiyallohu anhum annahu qala li Thabit Anas radhiyallohu anhu debdikan. Ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Men sana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qigan duoni o'qib yurib qo'ymaymi? debdi. Qala bilan ya quruq qo'yib isla debdi. Qala Allohumma rabbin nas. Va Rasulullohning duosimi ekan uni. Yoki Rasulullohdan kelgan duolarning bir xili. Allohumma ey Alloh rabban nas. Allohumma rabban nas. Ey Alloh sen butun xaloyiqlarningki parvardigori. Mudhibal ba's og'riq, kasallik, avorchiliklarni ketkizib o'tkishi. Shifolik bergin. Va anta shafi. Sen zodi shifolik bergan zotsan. La shafiya illa anta. Sendin o'zga, sendin boshqa shifolik berguchi yo'q. Shifaan shunda bir shifolikni berginki, la yughadiru suqma. Og'riq, kasallikni tashlab qo'ymaydigan, yenidan ayrilmaydigan shifolik bergaysa. Yani kasallikni tashlatmay saqaytiradigan shunda bir shifolikni bergaysa demoqchi. Odatda shu bir kasallik bo'lsa, mujdoni o'qib, sufta urib qo'ysak yoki og'riq yanimda silab mujdoni o'qib qo'ysak bo'ldi. Uzunlik o'qib bo'ladi. Ha, uzun o'qiymiz. Lekin boshqa o'lamda og'riq yengillatish uchun, masalan, yo'qligan vaqtlarimizda kichik bola og'rib qolsa yo boshqa cho'ng og'rib qolsa shunda o'qib qo'ysak bo'ldi. 7 qatim Fatihani o'qib urib qo'ysak bo'ldi. Maduvani 3 qatim o'qib urib qo'ysak bo'ldi. Endi suflas bo'ldi, ba'zi tukurik bilan suflas bor. Rasululloh shu tukurik bilan qilgan. Chunki shu duo o'qilgan eg'izdagi tukurik bu ashunda bir xil ta'sir qilgan tukurik. Uni ham dema Allohga ishonmaydigan doktorlar bular ya bu mikrob yuqida e'tirof qilmas mumkin. Lekin ma ilahiy davolash usulini e'tirof qilganlar buning qanoatini. O masjiddan chiqsak jumadan masalan, ba'zi aytganda bandatdimi? Da navat yoki chaynakli choy yoki har turli qan binasini tutib, unda ayollar shaqolni turibdi. Nimadan chiqar? Chiqib qo'yib unda chiqdi. Ba'zi Ashundan uydagi og'riq qolganligiga, kasalligiga egizlangan. Yoki og'riq qolmasa davomli shundan qilib yeb turgan gap. Shu bir xil shifoda. Yani demidi qilish islomda sunnatda qoidalik ish. Chataqishimiz. Ba'zi chataq u bid'at deb odatda to'g'ri sunnatni boshlimi bid'at chiqaradigan ahvol bo'lib qoladi.
ولا يجوز الاسترقاء بألفاظ لا يفهم معناها. Ma'zi qılmaydigan, qalayımqan gepler bilan unda dua o'qishga bo'lmaydi. Dağan firqullu bazı anda qalayımqan dualarni o'qiydi. Ve zahaba ba'dul ulama ila kirahiyatihi ve men'i. Bazı ulamalar bunda o'qish makruh, bunda o'qsam bo'lmaydi deb cheklanganlar bor edi. Ve ma yumarisuhu ba'dul musha'widina min al-istirqa' bimithli hadhihi al-alfaz. Hani bazı şunda dağan, cinkeş, pirxon diyendekler, müşa'wiz diyen şunda cinkeş, pirxon, dağan diyendek. O'qib qo'ydiganlar. Min al-istirqa' bimithli hadhihi al-alfaz. Bular muşu türlük adam düşünmeydiğen belki Siriyani til oluşu mümkün. Bazı özünü düşünmeydiğen bir gap oluşu mümkün. Şunu okup avam kalkını gollap unda pul tapadan. Huve amalun la hayra fi. Ulanın bu işe hayırlık yok onunda. Ve la ta'ile tahtahu. Bunun aslını koysap kersek aslı paydım çıkmaydı. Ta'il diyen faide. Ve huve darbun minel hedeyen. Bu qalaymiqan jo'yilishning bir turi. Hadiya degan qalaymiqan kaskinmas alıcı so'zlashni hadiyan deymiz. Qalaymiqan jo'ylashdan iborat. Chunki o'zi ma'nisi o'qmasa, u balki gap bo'lmas mumkin hech qaysi tilda. Sulaymon alayhisolamdan qappag'an bunda bir qilsimat yakanda duo deb o'ylaydi, amiyatda mazmun tahi kasallikdan saqlashlar emas, kasalliklar degan bo'lishi mumkin. Beshig'i balovatlar degandek. Buni o'qiydandan. Demek adetten bunda biz Resulullah'ımıza okuyan dualarını, kitabını okuduk ama mesela bir putumuza ağırıp kaldı ya bir beklimize ağırıp kaldı bir şey olsa öyleki balının bir yere ağırıp kalsa biz emniyette bu duanı okumayız. Doğrusu oturuplan Allah Teala'nın tilab. Doktor operasyonu ilgilenmez ya. Apağaç öyle koşumça ilahi doğrunu mu bir ötüp buluğa. Ay duanı okup koyup hani doktorunu da vaatı bunda ikisini yandaştırıp mümkünse. Emniyette faydalı iş. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين